Hazreti İsa Hirot podshoh zamonasida Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida dunyoga keldi. Keyin sharqdan ba'zi munajjimlar Yerusalimga kelib, kishilarga Yahudiylarning yangidan tug'ilgan podshohi qayerda? Biz uning tug'ilganligidan bishorat beradigan yulduzning sharqdan ko'tarilganligini ko'rdik. Shunga uningga sajda qilg'ili keldik, deyishdi. Bunu anlagan Hirot podshoh aloqzadlikka tushdi. Jumladan butkul Yerusalim xalqimi shundoq bo'ldi. Hirot podshoh butkul oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlarini chaqirib ulardan payg'ambarlar qutquzuvchi Masih qayerda tug'ildi degan edi deb so'radi. Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida, chunki bu to'g'riliq Mika payg'ambar bunda xotirlagan. Ey Yahudiya zeminidagi Betlehem, Yahudiya rahbarlarining nazarida o'rning muhim. Chunki sendin chiqqusi xalqim Isroillarning yetakchisi deyishdi ular. Bunun bilan Hirot podshoh munajjimlarni maxfiy chaqirtib, yulduzning qachon paydo bo'lganligini uqib oldi. Ondan berib bolini ko'ngil qo'yib izdanglar. Topqan hamon menga xabar qilinglar. Menmi uning oldiga berib sajda qilib kelay, deb ularni Betlehemga yo'l soldi.